بسم الله الرحمن الرحيم نهايت şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين Tasin. Bu Kur'an'ın ve roşen kitabının ayetleridir. هدى وبشرى للمؤمنين Müminler için hidayettir ve hoş haberdir. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون Şundaq müminler ki, ular namazını ada kılıdı, zakat berdi ve ahiretke cezmen işinidu. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون Ahiretke işenmeydiğallarga ularının amellerini hakikaten çıraylık görsettik. Ular gumrahlıklarda tınıqab yürüşüdü. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون Ular dünyada qattiq azapqa duchor boludu. Ahiretde ular eng ziyan tartquchilardir. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ Sana Kur'an elbette hikmet bilen iş kılgıcı, hemmini bilgücü Allah tarafından berilidu. إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون Öz vaqtida Musa ahlisiga "Men haqiqatan ot gördüm. Men otning yiniga berib, yo'l to'g'riliq birer xabar o'qib kelay yoki sizlarning isnishinglar uchun otdan bir cho'g' elib kelay" dedi. فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Musa otning yiniga kelganda mundaq nida anglandı. Allah otning yinidagi kishini va otning atrofidagilarni muborak qildi. Olamlarning parvardigori Alloh pokdir. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم Ey Musa, şübihsizki men g'olib, hikmat bilan ish qilguvchi Allohdir men. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون Asağını taşlığın. Musa asının goya ejderhadek tez hareketlanayotganligini ko'rganda orqasiga burilib chekindi. Kayniga, ya'ni qo'rqqandan ejderhoga qaray olmadi. Alloh aytdi: "Ey Musa, qo'rqmagin. Mening huzurimda payg'ambarlar albatta qo'rqmaydi. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم Lekin kimki o'ziga zulm qilsa, ondan yomon amallarni yaxshi amalga o'zgarsa, men uningga nihoyat mag'firat qilguvchidirman, nihoyat mehribondurman. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين
Qo'lingni qo'yningga solg'in. U hech qanday illatsiz oppoq bo'lib chiqadi. Bu mening Firavn va uning qavmiga elib berishing uchun bergan 9 mo'jizamning ichidadir. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Ularga bizning nurg'un ro'shan oyatlarimiz nozil bo'lgan chaqda ular bu ro'shan sehrdir dedi. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Ular o oyatlarni ichida e'tirof qildi. Lekin ular uni zulm va takabburlik qilish yuzidan inkor qildi. Buzg'unchilarning oqibatining qandoq bo'ladiganligi qarag'in. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Biz haqiqatan Davudga, Sulaymonga dünya ve din ilimlerden keng ilim ata qildik. Ular etdi. Kimi hamdu sana bizden nurgun bendelerden artıq qılgan Allah'a xosdir. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. Sulayman peygamberlikte, ilimde, padişahlıkta atısı Davud'a varislik kıldı. O, ey insanlar, bizge kuşlarının tili ta'lim berildi. Dünyanın nimetlerden hemen nerse ata kılındı. Bu elbette Allah'ın roşen ihsanıdır, dedi. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Sulayman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan bolgan qo'shinlari toplandı. Sulayman aleyhisselam ularning oldida dabdaba bilan mang'atdi. Ular tartiblik o'rinlashtirilgan edi. Hatta iza ataw ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Ular Şam'daki bir çümüller vadisiga yetib kelganda bir çümüle aytdi. Ey çümüller, oğullarınlarga kirib ketinglar. Sulayman va uning qo'shini uqmasdan sizlarni yanjivatmasin. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. Sulayman çümölünün sözden tabassum qilib güldü ve aytdi: Parvardigorim, sen meni manga ve ata-onamga bergan ne'matingga shukr qilishqa, sen rozi bo'ladigan yaxshi amalni qilishqa muvaffaq qilgin. Rahmeting bilan meni yaxshi bandalaring qatoriga kirgizgin. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. O quşlarni ko'zdan kechirgandan keyin aytdi: "Menga nim bo'ldi? Öpüpni ko'rmayman-ku. Ya u yo'qab ketdimi?" لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Onu çoqum qattiq jazolayman, ya onu çoqum bo'g'izlayman, ya çoqum yo'qab ketganligini oqlaydigan bir ro'shan dalil keltirdi.
فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Uzaq o'tmay o'pib keldi. O aytdi: "Men sen bilmagan ishni bilib keldim. Sana men Sabadin, ya'ni Yamandagi Saba shahridan bir muhim xabar elib keldim. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. Men haqiqatan ularga, ya'ni Saba aholisiga bir ayolning, ya'ni Bilqisning podshohlik qilayotganligini ko'rdim. Uningga o'ziga va saltanatiga kerakli hamma narsa berilgan ekan. U cho'ng arishga ega ekan. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Onun ve kavminin Allah'ını koyup quyoshga cho'qinganligini bayqadim. Shayton ularga qilmishlarini, ya'ni Allah'ını koyup quyoshga cho'qinganliklarini chiroyli ko'rsatdi. Ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi. Ular hidoyat topmaydi. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. Ular osmonlardagi va zimindagi sirlarni oshkorlag'uvchi, sizlarning yo'shurun va oshkor ishinglarni bilib turg'uvchi Allohga sajda qilmaydi. Allohu la ilaha illa huwa robbul arshil azim. Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. U buyuk arshning parvardigoridir. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. Sulayman aytdi: "Sen rost da'vatamsan yo yolg'on da'vatamsan? Qaraymiz." اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Bu xitimni ilib berib ularga tashlagin. Ondan ulardan neriroq joyda yo'shirinib tur. Ularning qanday javob qaytardiganligiga qaragin. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. O, yani Bilqis etti: "Ey ulug'lar, menga haqiqatan Sulaymondan bir parcha qimmatli xat keldi. Uning mazmuni shuki, nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sizlar menga akavurlik qilmanglar. Mening oldimga musulmon bo'lgan holda kelinglar." قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. O, yani Bilqis etti: "Ey ulug'lar, mening bu ishimda maslahat beringlar. Sizlarni ustida qo'ymay turib hech ishni bekitganim yo'q." قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. Ular aytdi: "Biz kuchlik va jangovarmiz. Ish sening ixtiyoringdadir. Bizni nimaga buyuradiganligingni o'ylab ko'rgin." قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. O, yani Bilqis etti: "Şübihisiz ki, padişahlar biraz şehirge hücum qilib kirsa, uni xarob qiladi. Shaharning mo'tabar odamlarini o'ltirish, asirgilish va surgun qilish bilan xor qiladi.
Ularmı şunda qılıdı. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. Ben çoqum ularga sovg'a avatiman. Elçilerning nima xabar elib keladiganligiga qarayman. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. Elçi Sulaymanның aldığı yetib kelgende Sulayman etdi. Sizler bana mal bilen yardım qılmoqchimi? Allah'ның bana bergenleri sizlerning bergenleringlardan yaxşıdır. Belki sizler soğanlar bilen köranglap gitsizler. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Sen qaytib ketkin. Ularning ustiga ular taqobil turolmaydigan bir qo'shin bilan cho'qim borimiz. Ularni yurtidan xor, kamsitilgan holda cho'qim chiqarib etamiz. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. Sulayman etdi. Ey ulug'lar, ular mening qishimga musulmon bo'lib kelishdan burun sizlardan kim uning taxtini elib keladi? قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Jindan bo'lgan ifrit etdi. Men uni o'rningdan turishdan burun sana elib kelaman. Men uni elib kelishga albatta qodirman. Ishonchlikman. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Nazil bo'lgan kitobni cho'nqur biladigan zot, ya'ni Asaf ibn Burxiya, uni men sana ko'zingni yumib ochqicha ilib kelaman dedi. U duo qilibdi, taxt darhol oldida hozir bo'ldi. Sulayman taxtning endi turganligini ko'rganda, bu Parvardigorimning menga qilgan ihsonidir. U shukr qilamdim yo tuzkurlik qilamdim, buning bilan meni sinidi. Kimki shukr qiladi ekan, u o'zining foydasi uchun shukr qiladi. Kimki tuzkurlik qiladi ekan, bilish kerakki, haqiqatan Parvardigorim uning shukr qilishidan behojatdir. Allohning karimi kangdir, dedi. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. Sulayman Bilqisning yetib kelishi yaqinlashgan vaqtda uning aqlini sinash yuzidan etdi. Uning, ya'ni Bilqisning taxtining shaklini o'zgartirib etinglar. U taxtini tonimamdu qaraymiz. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. Bilqis kelganda uningga, sening taxting mushundaqmi deyildi. U shudek turdi dedi. Sulayman Allohning ne'matini so'zlash yuzidan etdi. Uningdan, ya'ni Bilqisdan burun bizga Allohni
ve Allah'ın kudretini bildirdiğin ilim verildi. Biz Müslüman bulduk. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ. Onu Allah'ını koyup çokungan nersleri Allah'a ibadet kılıçtın tosti. Çünkü o kafir kavimden idi. قِيلَ لَهَا دُخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Onunğa yani Bilqisqa sarayga kirgin deyildi. O yani Bilqis sarayni çoğ suv deb gumonlanib kiyimini ko'tarib ikki pochiqini ochdi. Sulaymon aytdi: Shubhisizki u aynakdan yasalgan saraydir. O yani Bilqis aytdi: Parvardigorim, men haqiqatan Allohga sherik keltirib, quyoshga cho'qinish bilan o'zimga zulm qildim. Sulaymon bilan billa olamlarning Parvardigori Allohga bo'ysundim. Ya'ni Sulaymonning diniga agishib islomga kirdim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. Biz haqiqatan Samudqa, ya'ni Samud qabilasiga nasab jihatdan qerindishi Solihni payg'ambar qilib avatdiq. Solih Allohga ibodat qilinglar dedi. Nagahan ular jidallashadigan, ya'ni din borasida jidallashadigan mo'minlar va kofirlardan iborat ikki guruhga bo'linib ketdi. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. Salih etti: Ey qavmim, sizlar nemishqa rahmatdan burun azobning kelishini tilaysizlar? Sizlar rahmatga erishinglar uchun nemishqa Allohdan mag'firat talab qilmaysizlar? قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. Ular aytdi: Bizga kelgan qahatchilik sening va sen bilan bo'lgan kishilarning shumliqidan keldi. Solih aytdi: Sizlar keladigan yaxshi yomonlik Alloh tarafidan keladi. Balki sizlarni Alloh sinaydi. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. Şəhərdə, yəni Hicrdə yer yüzüdə buzğunçuluq qılıdığan, islah qılmaydıgan 9 nəfər kişi var idi. قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. Ular özara Allah bilan qasam qilinglar dedi. Ular aytdi: Bir kechida Solihni va uning tavallarini cho'qim o'ltirayli. Ondan cho'qim uning, ya'ni ularning egisiga. U o'ltirilgan chaqda biz ustida emas edik, biz haqiqatan rostchilmiz deyli. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Ular Solihga qarshi suiqasd planladı. Ularni suiqasd planlaganligi uchun tuyuqsiz jazo oldik. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ. Ularning suiqasdining oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qarag'inki, ularni va ularning qavmini butunlay halok qildik. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Ular zulm qilganliklari uchun
Ana ularning o'ylari odamzotdan xoli bo'lib qoldi. Allohning qudratini biladigan qavm uchun buningda cho'ng bir ibrat bor. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Salih bilan iymon etgan va taqvodorlik qilganlarni azobdan qutqizdik. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ Lutning qissasini bayon qilgan. Ayni zamonda Lut o'zining qavmiga aytdi: "Sizlar bilib turib qabih ishlarni qilamsizlar? أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ Sizlar ayollarni qo'yib, jinsi talvonlarni erlar bilan qondiramsizlar? Balki sizlar nodon qavmsizlar." فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ Ularning birdan bir javobi: "Lutning tavallarini shahringlardan haydab chiqaringlar. Ular pok kishilardir" deyishdan iborat bo'ldi. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ Biz uni va xotindan boshqa tavallarni qutqizdik. Taqdirimiz bilan uni, ya'ni xotinini azobga qolguvchilardan qildik. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ Ularning ustiga biz yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Ogohlantiriluvchilarga yog'dirilgan yomg'ir nima degan yomon? قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ Jimi hamdu sana Allohga xosdir. Uning payg'ambarlikka tanlagan bandalarga omonlik tilayman degin. Alloh yaxshimi yoki ularning sherik keltirgan butlari yaxshimi? أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ Osmonlarni va zaminni yaratgan, sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib bergan, uning bilan go'zal bog'larni yetishtirib bergan kim? U bog'larning daraxtlarini o'stirish sizlarning qo'linglardan kelmaydi. Allohdan boshqa iloh bormi? Boshqa iloh yo'qdir. Ular haqiqatdan burilib ketgan qavmdir. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Zaminni insonlarga va hayvonlarga turalg'u qilgan, uning turli taraflarida daryolarni oqqizgan, uning ustida tavrab ketmasligi uchun tog'larni o'rnatgan, ikki dengiz orasida, ya'ni tattiq suv bilan sho'rliq suv orasida aralashib ketmasligi uchun to'saqlarni qilgan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Boshqa iloh yo'q. Ular, ya'ni mushriklarning to'lisi bilmaydi.
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Beşiğe gün düşkən adam dua qılsa, onun duasını icabət qılıdığan, onun beşiğe kelgan eğirçiliqni kötürüp etadigan və sizlərni ziminning o'rin basarlari qilgan kim? Allah'tan başqa ilah barmı? Sizlər azğına və nəsihat alısızlar. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Quruqluqning və denizning qarang'uliqlarida sizlarga yo'l ko'rsatib berdigan rahmetidan, ya'ni yağmur yağdırıp berishdan ilgari shamollarni bishorat qilib avatadigan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Hech iloh yo'qdir. Allah ularning sherik keltirgan narsalardan pokdir. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. İnsanni dastlabda xalq etgan, ondan uni tirildirdigan kim? Sizlarga osmondan va zamindan rizq berdigan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Hech iloh yo'qdir. Aytqinki, agar da'voyinglarda rostchil bo'ladigan bo'lsanglar, dalillaringlarni keltiringlar. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Allah'tan bölek osmonlardaki ve zimindikiler g'aybni bilmeydi. Ular, yani halayık, qaçan tirildiganlıklarını bilmeydi. بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ. Ularning ahiret to'g'risidagi ilmi pishib yetildimi? Undaq emas. Ular ahiret to'g'riliq gumondadir. Ular ahiret to'g'riliq ko'rdir. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ. Kafirlar, yani qaytitirilishni inkar qilguvchi Mekke mushrikleri aytdi. Biz va bizning ota-bobolarimiz to'pi bo'lib ketgandan keyin qabrimizdan tirilib cho'qim chiqarilamdiq. لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Hakikaten bizga ve ata-bobolarımızga ilgari qayta tirilish va'da qilingan edi. Bu faqat burunqilarning qissasidir. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. Sen bu kuffarlarga aytqin, zaminda sayr qilinglar. Gunohkorlar, yani payg'ambarlarni inkor qilguvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar. Ularni Alloh halok qilmadimi? Ilgirki kuffarlarning beshig'i kelgan kun, keyingi kuffarlarning beshig'imi keladi. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. Ey Muhammed, sen onlarning iman etmaganligidan qayg'urmag'in. Ularning hiyla mekirdan iching pushmasin. Allah seni ularning sharidan saqlaydi. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ular, agar sözünlarda rastçıl bolsanglar, sizler bizge va'da qilgan azab qachon tushidi deyishidi.
قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. Sizlar aldirab ketgan azobning cho'qim bir qismi sizlarga yaqinlashgan bo'lishi mumkin degin. Bu Badr so'qishida ularning o'ltirilishi va asirga ilinishidir. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. Parvardigoring insonlarga haqiqatan marhamatlidir. Lekin ularning to'lisi Parvardigorga shukr qilmaydi. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. Parvardigoring ularning dillarida yo'shirganlarini va oshkor qilganlarini, ya'ni ularning payg'ambar alayhissalomga qarta adovatini va suiqasdini shak shubsiz biladi. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Osmon zaminda lavhul mahfuzga yozilmagan hech bir sir yo'q. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Payg'ambarlarning tuganchisi Muhammad alayhissalomga nozil bo'lgan bu Qur'on haqiqatan Isroil avlodiga ularning ixtilof qilgan narsalarning ko'pini bayon qilib berdi. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Qur'on mo'minlar uchun haqiqatan hidoyatdir va rahmatdir. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Shubhisizki Parvardigoring ular, ya'ni Isroil avlodining orasida qiyomat kuni adil hukm chiqardi. Allah g'olibdir. Bandalarining ishlarini bilguchidir. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ. Allah'a tevekkül qilgin. Ya'ni ishingni Allohga topshirgin. Hamma ishingda Allohga yo'langin. Allah sana madadkordir. Ey Muhammad, shubhisizki sen ro'shan haq dindisan. إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. Sen ölüklerge ve yüz örgen gaslarga, yani dilleringning ölüklikide ölüklerge ve ahni anlamaslıkta gaslarga okşaydıgan kuffarlarga davetni anlatolmaysan. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. Sen dili korlarını gumrahlıktan ayırıp hidayet kılalmaysan. Sen davetingni faqat bizning oyatlarimizga iman etib musulmon bo'lganlarga anlatalaysan. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Ular, yani kuffarlarga aldın ala etilgan söz işqa açqanda, yani azap ve kıyamet yıkıllaşqanda, ularga ziminden bir türlük hayvanı çıqırımız ki, o ularga insanlarının bizden ayetlerimizge işenmegenlikini sözleydi. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. O günde her ümmetnin içinden bizden ayetlerimizni inkar kılganlardan bir top adamni hesap iliş ve cezalaş üçün yığımız. Aldıkayni yığılğıça ular toxtutup turuludu. حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ
بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون Ular Allah'ның dərgahıga kelgan çağlarda Allah ularga sizlar to'liq bilmay turib mening oyatlarimni inkor qildinglarmi? Sizlar amr qilingan narsalardan zodi nimalarni qildinglar deydi. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون Ular özleriga zulm qilganliklari uchun ularga azob haqliq bo'ldi. Ular özürleri bo'lmaganligi uchun so'z qila olmaydi. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون Ularga keçini aram aldığan vaqt qilganligimizni, kunduzni hayotlik yo'lida harakatlanish uchun yo'riq qilganligimizni ular uqmamdi. Buningda iymon etadigan qavm uchun Allah'ның qudretini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ O günde sur çelinidu. Allah halgallardan, yani periştler, peygamberler ve şehitlerden başka asmanlardaki ve zimindeki hemmini korkunç basıdu. Hemme Allah'ı boysungan aldı kilidu. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ Tağlarını turgun alette guman kılsan, halbuki ular buluttek çögülep turdu. Bu hamma narsani puxta yaratgan Allah'ның önürdür. Allah hakikaten sizlerinin kılmışınlardan toluq haberdardır. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون Yaxşı iş qılğanlar qılğan yaxşılıqdan obdanıraq mukafotga erişidu. Ular bu kunda qorqunishdan amin boludu. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون Yaman iş qılğanlar dozaqqa yüzü bilan taşlandı. Sizlar faqat qilmishinglarga yarasha jazolansizlar. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين Ey Muhammed aytqin ki men faqat Allah hurmatli qilgan bu shahar, ya'ni Makka mukarramaning Parvardigoriga ibodat qilishga buyurildim. Hamma narsa Allohning mulkidir. Men musulmonlardan bo'lishqa, Qur'on o'qishga buyurildim. Kimki hidoyat topadigan, u o'zining foydasi uchundir. Kimki ozidigan, uning vaboli o'ziga bo'ladi. Sen uningga aytqinki, men faqat ogohlantiruvchilardanman. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Ey Muhammed aytqin ki, cemi hamdu sana Allah'a xosdir. Allah sizlarga qudratini ko'rsatib berdigan alomatlarni ko'rsatdi. Sizlar ularni tonish foyda bermaydigan chaqda to'niysizlar. Parvardigoring sizlarning qilgan amallaringlardan g'ofil emasdir.